Assalomu alaykum hammaga, salom. Bu videoda men jurnal yozish, ya'ni bloknot tutib, uning ichiga o'zing xayollaring, planlaring va rutin haqida yozishda video ishlamoqchiman. Bu mening jurnalim. Qanday desangiz bu juda ham ko'p narsa bor. Aslida men jurnal yozish, ya'ni o'sha bloknot yozishni 2024-yilda boshlaganman. Boshida ishonmasdim, agar sen jurnalga o'zing orzularingni yozsang, bu amalga oshadi deb. Keyin qanaqadir o'zimdan o'zim kuch topib yozishni boshladim va qarabsizki, rostdan ham bu yozgan narsalarim amalga oshyapti. Sababi hozir sizga ko'rsataman. Xullas, men jurnal yozish 2024-yilda boshlagan bo'lsam, dekabrda boshlagan ekanman, 4-dekabrda. Bu yerda birinchidan men o'zimni nima xohlashimni qanaqa his qilyapman, birinchi marta tajriba bo'lgan shular haqida yozganman. Undan keyin motivatsiya beradigan so'zlar va qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida, misol ertalab erta turish, yugurish, nonushtalarni qilish, keyin yoga, keyin maktab, keyin shunaqa narsalar. Undan keyin har xil challengelar o'tkazganman yozda. Bu 2025-yilda bo'lgan. Birinchi kuni 1 soat dars qilganman, ikkinchi kuni 7 soat dars qilganman, uchinchi kuni 2 soat, to'rtinchi kuni 8 soat, beshinchi kuni 4 soat, oltinchi kuni 1 soat, yettinchi kuni уже dam olish. Undan keyin qaytadan birinchi kuni 1 soat, keyingi kun 2 soat, xullas shunaqa. Bu yoq taraflar ochiq qolgan. Bir oyni to'g'rilab o'tkaza olmaganman. Keyin bu yoq tarafni ko'rsatmayman, lekin bu yoqni ko'rsataman. Misol uchun mana bunaqa orzular yasash, bu sizga tezroq harakat qilish va nima deydi, tezroq erishishingizga motivatsiya beradi, yarim yilda to'xtab qolmasligingizga. Undan keyin bu tarafiga men orzularimni yozganman. Orzu emas, endi misol uchun qilinishi kerak bo'lgan narsalar, meni hayotimda men shularni qilishim kerak degan. Misol uchun birinchisida turibdi. Maktabni yaxshi baholarga, yuqori baholarga bitirish, 9-sinfni va 11-sinfni. 9-sinfni men faqatgina 5 bahoga bitirganman va sinfimda faqatgina bitta man qilganman o'shani. Misol uchun yozganman, bu amalga oshgan. Endi bu yil sentyabrda 11-sinf bo'laman, xudo xohlasa, keyin 11-sinfni ham 5 baholarga bitirish nasib qilsin. Keyin negative days discipline. Bu 14-iyun kuni 2025-yilda yozganman. Bu yerda negativni sezgan paytim, ya'ni nasriyam yo'q bo'lgan paytim, balki ushib qolgan paytim shuni yozganman. Undan keyin men o'zimga dori qilib ichib olganmanda, o'zimga motivatsiya berib yozib ketganman. Sen qilishing kerak, to'g'ri ozgina nima deydi, urush bo'lib, meni qadamga yetishmayotgandir, e'tibor berishmayotgandir misol uchun, lekin sen baribir erishasan deb shunaqa motivatsiyalar berib yozganman. Endi o'rtasida misol uchun Pinterestdagi ozgina nimalar, unionizm degan narsalar bor edi-yu, shunaqa narsalar. Undan keyin o'zim haqida yozganman. O'rtada planlar. Undan keyin o'tkazamiz. Keyinchi buni o'zbek tilida va ingliz tilida yozaman. Ikki xil tilda. Yozish bu sizni fikrlashingizni tarjimasini unutib qoldim hozir. Hozir aytaman. Nima deyapti, xullas, yozish sizni hayollaringizni, fikrlashlaringizni tartiblashga, dedimmi, organizovat qilishga va sizning o'sha o'ylayotgan narsalaringiz, misol uchun orzularingiz ro'yobga chiqishiga yordam beradi. Keyin agar siz uni keyingi til, misol uchun ikkinchi tilni o'rganayotgan tilingizda yozsangiz,
Bu sizning writingingizga ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Keyin scrapbook qilishda ham qiziqishim bor edi va uni qildim. Va nihoyat mana bu Websterga borgan paytimizdagi topgan dugonalarim. We are all Webster. Bu Mohinur, Gulsevar, bu yerda Sevinch, Nazokat, Gulsevar, Mohinur, men. My girls. Bular bilan bir xil xonada nima qilgandik, vaqtimizni o'tkazgandik. Bu yerda tog'ga chiqqanimiz guruh bilan. Bu xat menga Sevinchdan. Buni o'qiy olmayman, bu sekretni. Xo'p. Buni o'tkazamiz. Keyingisi ham o'sha. Bu yerda esa mana academic achievements, ya'ni buni tarjimasi nima deyish, o'zbekchada nima deyishni bilmayman. Academic achievement. Akademический yutuqlarim. Deymi, xullas. Undan keyin yana qaytadan o'zimni qanday his qilayotganim va nima qilishim kerakligini yozganman. Chunki misol uchun bitta narsani ko'rsam, idea keladi, bo'ldi, keyin qilaman o'sha narsani. Chunki hozir qilsam, baribir u qilishga narsa yo'q. Sharoit misol uchun uni qilishingiz kerak, uni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Pris yo'q bo'lib turgan paytda shunaqa ideyalar kelib qolsa, yozib qo'yaman-da. Keyin qilaman. Bu yerda problemalar. Undan keyin hozirgina o'zimni nimalar qilishim kerakligini yozib tugatdim va bu yor tarafiga plan qilib qo'ydim. Keyin nima demoqchiman? Misol uchun menga aytadi, ko'pchilik nima qilasan, YouTube yurgizib, misol uchun hech kim senga obuna bo'layotgan yo'q yoki videolarni ko'rib komment yozayotgan yo'q dedi. Keyin faqatgina o'zing vaqtingni olyapsan dedi. Menga shularni fikr qiziqdi bo'laysizmi? Misol uchun menga aytadi, shunchaki boshqa narsaga vaqtimni sarfladim. Meni asldagi maqsadim bu shunchaki istoriya yaratish. Buni men kelajakda o'zimni qizlarimga, o'zimni o'g'limga ko'rsatamanki, qarang, sani oying shunchalik darajada o'qigan, shunaqa jurnallar tutgan, shunaqa travel qilgan, sayohat qilgan, shunaqa do'stlari bor edi deb misol uchun ko'rsatasiz. Shunaqada, chunki hozirgi paytda shunaqa YouTube'ga qo'yib, bu umrbod qoladi-yu. Misol uchun biz ota-onamiz davrida disket bo'lganda, internet bo'lmagan paytda как qo'yiladigan bor edi-yu, как qo'yasiz, keyin ko'rsatib turadi sizga. O'sha narsalar hozir yo'q. To'g'rimi? Hamma internetga nima qilib ketdi. Men shunchaki o'zimni nima deydi? Istoriyamni qo'yib borishni xohlayman. Misol uchun bugun 2 soat dars qildimmi, 1 soat dars qildimmi, shunaqa hammasini qo'yib borib, istoriyada tushundinglar. Shuni misol uchun ertaga kelajakda o'zimni qizlarimga ko'rsatsa xohlayman juda ham. Qarang, sani oying qanaqa yosh bo'lgan, qanaqa o'qigan, qanaqa nimalarga erishgan, kimlar bilan do'st bo'lgan, qanaqa davralarda bo'lgan, qanaqa qiyinchiliklar o'tgan. Qiyinchiliklar o'tgan deganda, jurnaldagi narsalarni o'qib berish mumkin, lekin rasm, videolar bilan so'raganda ko'rsatishga oson bo'ladi. This is why I'm doing that, guys. Shuning uchun menga unaqa misol uchun baribir kimdirlarni rahmi kelib aytayotganda, misol uchun hech kim senga obuna bo'layotgan yo'q, hech kim seni videoni ko'rayotgan yo'q. Menga вообще e'tiborsizman unaqa narsalarga. Bo'lsa ko'rmanglar, videomni ko'rmanglar. Bu shunchaki men uchun-da. Mana kelajakdagi o'sha qizim uchun. Nima desam ekan? Короче, bu YouTube'ga qo'yish nimasi oldingi zamonda disketlar bo'lardi-yu, o'shani rivojlangan versiyasida. Shunaqa xohlasangiz siz ham boshlang. Xohlasangiz как o'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha chiqing, odamlar gapiraveradi. Asosiysi, men oyim va dadam aytdi, yaxshi narsa qilyapsan. Qizim, yaxshi narsa qilyapsan. Boshqalarga o'xshab gapirib chiqmayapsan. Misol uchun boshqalarga o'xshab yomon so'zlar bilan gapirib, O'zbekistonning nimasini yerga to'kmayapsan yoki yomon qiliqlar qilmayapsan, raqsga tushib, nima bachkana bo'lib chiqmayapsan dedi.
Bu judayam boshqacha narsa bo'ldi menga, chunki men to'g'ri yo'ldaligimni ota-onam menga ko'rsatdi. Men davom etaman. И всё. Bu videoda men ham jurnal qilish haqida edi. Undan keyin boyagi yozganim ichida ham o'sha shunaqa deb aytyapti menga, to'xtatsammikin degan narsamga javobini yozdim-da, o'shani sizga aytib beryapman. Xullas, bu video asli jurnal haqida va plus nima uchun men bu blogni boshlaganim va sizning fikrlaringiz menga qanaqa darajada bo'lishi, ya'ni siz fikringizni aytasizmi, aytmaysizmi, menga baribir. Men shunchaki istoriya yaratyapman bo'ldi. Rahmat oxirigacha ko'rganingiz, agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz. Mana qizim, mana o'g'lim. Biz faqat yoshlarlik. Meni faxrlanishga kerak.